sizga soliq 1% cashback bermaydi. Hormang Bekzod aka, nimalar bilan bandsiz? Ke ukam, ke salomat bo'lgin. Cashback uryapman-da 1%. Nima xizmat ukam? Mana cashback urayotganingizni ko'rib, bir savol esimga tushdi-da. Aha. Narsa so'ramoqchi edim. Hop. Mana shu YTT do'konlaridan bu narsa olsak, Ha. bizga soliqqa urishga cashback beradimi? Soliqqa ursak bo'ladimi o'sha cashbacklarni? Tak, bu bo'yicha men hozir rasmiy javob bera olmayman. Hurmatli kuzatuvchilar, bu norasmiy javob. Men ham eshitganimni sizlarga aytmoqchiman. Eshitishim bo'yicha 2026-yil 1-yanvardan boshlab yakka tadbirkorlar va o'zini o'zi band qilgan tadbirkorlardan siz mana shunaqa QR kodli chek olganingizdan so'ng soliqqa cashback yig'moqchi bo'lsangiz, sizga soliq 1% cashback bermaydi. Chunki tadbirkorning o'zi aylanmadan 1% soliq to'laydi. Qanday u 1% soliq to'lagandan keyin davlat sizga zarariga 1% cashback bermaydi? Bu norasmiy xabar. Agar kimda rasmiy xabar, to'liq ma'lumot bo'ladigan bo'lsa, kommentda yozib ketinglar sizlarning fikringizni. YTT magazinlardan cashbackli chek xarid qilganlardan keyin mahsulot chek beradi-yu, ana o'shanda sizga 1% cashback beradimi, yo'qmi? Shu haqda to'liq ma'lumot berib ketinglar. Ko'pchilikni shu savol qiziqtiradi. Hozir qo'limdagi korzinkani cheki, lekin bu korzinkani chekidan cashback обязательно beradi. To'liq ma'lumotlarni yozib qoldiringlar. Bu savollar juda ham qiziq bo'lyapti.